Siz bilarmidingiz, bir kunning o'zida implant qo'ydirib, uni ustiga koronka qo'ydirish usuli borligini? Avvallari implant qo'yishda skalpel bilan kesish amalga oshirilar edi. Hozirda esa hammasi boshqacha. Implant sifrovoy xirurgicheskiy shablon orqali kesmasdan qo'yiladi. Bu holatda 3D Daikin rentgen qilinadi va qo'yiladigan sohadagi har bitta suyakni millimetrgacha aniqlab o'lchab chiqiladi. Shifokor maxsus frezlar bilan shablondagi yo'naltiruvchi teshiklar orqali bosqichma-bosqich ishlaydi. Har bir harakat aniq burchaklikda va aniq chuqurlikda bajariladi. O'lchab tekshirish shart emas, barchasi oldindan tizim tomonidan o'lchangan bo'ladi. Jarayon esa sovutish va maxsus eritma ostida amalga oshiriladi. Implant uchun joy tayyor bo'lgach, u darhol kerakli joyga burab o'rnatiladi. Implant o'z rezbasiga ega bo'lgani va uni aniqlik bilan o'rnatilgani uchun srazu buni ustiga koronka qo'ysa bo'ladi. Bemor klinikadan zaglushkalar bilan emas, tikishlar bilan emas, balki uni ustidagi koronka bilan chiqib ketadi. Agarda siz ham implantatsiyani og'riqsiz va tez muddatda qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, darhol meni konsultatsiyamga yoziling.